biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak degan kreditlarimiz bor. Biznes ko'mak kreditimiz 17 million so'mgacha beramiz. 4 yilga 6 oy imtiyoz davri bilan. O'sha qayerda istiqomat qilsalaring, o'sha mahallaga, bizga biriktirilgan mahallalarda shu bo'yicha kreditlar ajratyapmiz. O'sha mahalla, men o'zim mahalla bankirman. Murojaat qilsalaring shu bo'yicha kreditlar ajratib beramiz. Hozir bu agrobayta kreditimiz bor. Bunga javob yo'qmi? Beraverasizlarmi? Ha, kreditlaringiz yaxshi bo'lsa, beraveramiz. Muammosi yo'q. Faqat 17 million berasizlar. 17 mahalla loyihasi kreditimiz bor, 50 million so'mgacha beramiz uni. Biznesga ko'mak 17 milliongacha. Biznesga birinchi qadam 5 million kredit. 50 million hujjatlar qilishadi. Endi sizga aka biznes rejamni bo'lar kerak bo'ladi. Yo'q. Shu mahalla loyihasi bo'yicha aka bitta o'z-o'zini bandqilas, ishlamaydigan odam bo'lishi kerak. Bitta kafilga asosida beramiz. Bitta o'z-o'zini bandqilas, kafil. Biznesga ko'mak 17 millionligimizga sug'urta beramiz. Unga kafil kerak emas. Masalan, bu kreditlarni talabalarga ham beraverasizlarmi aka? Masalan, biz o'qiymiz-da o'zimiz. Yo'q, o'sha hozir mahalla kreditlarini o'quvchilarga ham beraverasizlarmi, talabalarga? Beramiz talabalarga.